Hurmatli ota-onalar, aziz mutaxassislar, demak bugun men sizlarga Braille yozuvida qaysi o'quv qurollari Braille tizimida yozishini tushuntiraman. Meni oldimda ikki xil yozuv uskunasi bor. Bu mana bu Braille yozuv mashinkasi hamda ikkinchisi mana bunday pribor, bizga pribor deydi buni o'zimiz tilimizda, pribor va grifel orqali Braille tizimida yozish mumkin. Birinchisi, men o'rgatayotgan o'sha harflarning usullari bu to'g'ridan-to'g'ri o'qish usuli hisoblanib, dunyo bo'ylab mana shu mashinka orqali, ya'ni Braille yozuv mashinkasi bilan o'rgatiladi. Ya'ni Braille mashinkasida ishlayotganda to'g'ridan-to'g'ri ham o'qish, ham yozish usulida olib boriladi. Bizlarda ko'p mana bu pribor tarqalganligi sababli foydalanamiz shundan ko'proq va shu uchun bizlar yozishimiz boshqa xil bo'ladi. Buni yana keyingi videolarda tushuntirib o'taman.